Assalom. Kitap o'qishman beriga hoş geldiniz. Hazır Halide İsrail'nin Keşmiş namlı romanını anlatışını davamlaştırırız. Emgekimizge hürmet kılın, bizden ruhsatsiz köçürüp tarqatma. Rahmet sizge. Aldınqı anlatışımızda, yani 1958 yılları Polat tavlaş dolqını toğraqlıqıma yetip keledi. Polat tavlap sünni hemra koyup beriş degandek lozunqıla, şuarla hem yerini qaplaydı. Toğraqlıqdan mı qavul dehqanlar tallanıp, qo'shni yezideki taqqa berip, Polat tavlaşqa qatnışıdı. Polat tavlaş üçün otun kömürü, yağaş deganlar kerak bo'lganligi üçün to'g'raqliqdagi hamma daraxtlar, to'g'raqlar kesib tashlanadi. Ikkinchi, 4 ayda kuzgi bug'doylar rasi o'sib, ziroatlar toza o'xshagan vaqtda bir kuni tuyuqsiz qor bo'ron chiqadi. Bir kechaning ichida butun ziroatlar qumning ostida qoladi. Öyle o'riladi. Odamlarning hayoti xavf ichida qoladi. Xo'sh, romanning davomini anglang. To'xtiqori bilan Zeynep yosh zarbidorlar atritining emgak o'ginishlaridan bekor bo'lib, uyga qaytganda bolalari uxlab qoladi. Turdiaxon bu yil 7 yoshga kirdi. U kesalchan cho'ng onasiga yordamlashib, uy ishlarini qiladi. Atdiganda fuqalarining cheyini berib, yasliga opirib akilatdi. Balalar yaslisini 6 kun boshqaradi. U balalarga ancha ko'yinib ketmasimi, urib tillamaydi. Boshqa ayollar balalarga qo'pollik qilsa, ularga koyiydi. U To'xtiqorining balalarini ko'rganda, mushundaq chiroyli balalarning o'zining emasligiga ichi siyriladi. Tushda balalar supada yetib uyquga ketganda, u ularning chiroyiga sinchilab qarab, o'ziga tonish qiyofatlarini izlab xiyolga patadi. U Turdiaxonni yavash, mung Zeynepning jamoatidagilarga o'xshaydi deb, uningga ancha qaboq ochmaydi. Ikkinchi o'g'il Rustammi Zeynepning dadisi Vilaxunga o'xshaydi. Bo'libmi uning qap-qara qoshlarining tegidagi sal qiypash, nashtardek qaraydigan ko'zlari Vilaxunning o'zi. Ammo uning qonshiri, yumaloqligi, eg'izi, gap qilishlari o'z dadisini topgan. O cho'ng bo'lganda qopqaning bezi bor, xeyli noch yigit bo'ladi. Kichik o'g'li Rozaxonning tilga olg'uchiligi yo'q. Hammadan odamning ichini ko'ydirdigini ularning qizi Zumrat. U to'kilib turadigan qosh ko'zi, qonshiri, qip-qizil, sal dumsuyib turadigan lavlari bilan To'xtiqorining o'zi. Oltingul Zumratga bak amroq, doim uni yetilabli yuradi. Aloqanadagi kichkina budruq qo'llar uni To'xtiqoriga bog'lab turgandek bilinadi. Zumratni o'ziga qartib olsa, Zeynepdan dardi chiqadigandek, uni xush qilishni o'ylaydi. Zumratmi mushtak turib, odam aldashni biladi. "Oltin onam" deb uningdan bir qadam ayrilmaydi. Aksi olg'ili kelsa, "Oltin odam bilan ketaman. Oltin onam bilan ketaman" deb agishib turib oladi. Oltingul oqshimi Namatga orqasini qilib yetib, Zumrat dadisining oldida "Oltin onam" deb mening gapimni qildimikin? To'xtiqori mening etimni anglab nimalarni o'yladi ekan? deb xiyol qiladi. Bu dunyo shundoq dunyo. Birining dardida ko'yib pishib, sat pora bo'ladi. Murodiga yetolmay xor zorliqda o'tadi. Biriga rahimsizlik qilg'uchi yana birining oldida bechora va xor zordir. Arsal kunlarda to'g'raqliqda to'y qizidi. To'y mashrablarida yangi kelinlar to'yliq kiyimlarini ko'rsatib olmoqchi bo'lgandek, o'ttirdan tushmay o'ynab qiz cho'qonlarning ko'zidan o't chiqarib etishdi.
Bolupmu bu xilçixanның nəbirək qızığa eri şəhərdən elib bərgən ütük bilən yung romalğa həmmə adam həvəs qilishdi. Zeynəp ağızdan çıxarmağan bolsumu, Toxtu qarıyının Zeynəp kimi aşındaq ütük bilən romal elib bərgüs gəldi. Bu yıl fəsil obdan gəldi. Ayal ikisi can tikib işligəşkə darametnimi xeyli aldı. Nəqbul az bolsumu hər aldı var. Toğraqlıqda onun xəclügüdək yer yox. Zeynəp toy qılıb gəlgəndən bu yan körgən rahetidən capası köp boldu. Ata-anasının öyüdən elib gəlgən kiyimləri bilən toyluq kiyimləri allaburun konrab getdi. Lekin o birər qeytim kiyim keçəknin qalbisini qılıb baxmadı. Aşı çırayı, zılvalıqını yoqatmağan boy bəsti, koni kiyim keçəklər içidə göhərdək çaxnab duratdı. O kiçik vaxtıda tavar durdun kiyib, rahat içədə çoğ bolğan. Yəni şundaq rahatlı yaşaşqa layiq idi. Amma Toxtu qarı onu rahatga erişdirəlmədi. O bularını oylığına da jürəgi etişatdı. Şuna qolu az tolu pul görgəndə aldı bilən Zeynəpni oyladı. Zeynəp bolsa bəsləşkəndək çoğ bolub atqan, birinin çapınını, birinin iştinini kiçik kelib qalğan, yana birinin qışlıq ayığı yox balalarını oyladı. Pul xərcləş işi də ularının gepi tası bir yerdən çıxmağan bolsumu, Toxtu qarı bir günü səhərdə ata-anası və Zeynəp bilən xoşlaşıb, uxlab atqan ballarına birdən qarab durub, şəhərə qarab yolğa çıxdı. O xurcunuğa Zeynəp uğurluqca yıqıb bərgən toqaşdan başqa bir xaltı gülümü selib aldı. Bu gülünü şəhərdəki İlhamcan degan muxbir jigitga atab alayda tallab qurtqan edi. Əsli poçtadan əvətməkçi olub yürətdi. Əmdi özü alğaş bardığanlıqdan tolumu xoşal boldu. Toğraqlıqdan komuna joylashqan Saybaq bazarağa at harbis qatnaydı. Toxtu qarı başqa tüt yoluvchi bilan billa harbağa besilgan egiz yükning ustiga joylashdi. Toğraqlıqdan chiqib, 1-2 kilometr arlıqcha harba bir xil g'irildab siliq mangdi. Bara-bara bo'ronda qalgandek çay qilishga başladı. Taş yol gah qumning ostida g'oyib bo'lib ketsa, gah ko'rinib qolatdi. Yol uzoqdan buyan yasalmag'anliqdan harbi chaqi ha degandala o'yman katanglarga tushib qolatdi. Harbikash uzun qamchilarini qarsildatib Ço, tir, deb xeyli əbilişibmi, katangdan çıxalmağanda yoluvchilar səkrəb düşüb, harmını itirətdi. Atlar yana taraslab, harmını tartıb ilgirləydi. Tüt ətrafının nərgili qarısa, qum, yanılı qum. Xuddi g'urg'ur shamaldagi dengiz suyuning yenik mavjidek turum qumlarmi, bo'ronliq dengizning o'rkashlardek egiz, hayvat qumlarmi bor edi. Jurtdan jiroqlagancha qum do'nglari pakarlab, bara-bara jiroq ufuqqa qadar mavj urib turgan tuzlang qumliq namoyon bo'ldi. Ufuqda quyosh asta-asta petib ketib o'tadi. Kunning o'zgarishiga agishib, saharda qizg'ush seriq, tushda kumush rang, kashda petib ketib atgan kunning rang julasida qizil tus olgan qumluq namoz shamning xira-shira pardasi ostida bir pas zangar bo'lib ko'rindi. Va bu rang bara-bara qo'yuqlashib, zimin tutash ketgan siyohdek qorong'ulikqa cho'mdi. Yaratquchining muqaddas chirag'i zamin ustidan o'chdi. Qachonlardadir paydo bo'lgan yulduzlar cheksiz cho'lning o'rtasida ketayotgan tanho harbiga ajablangandek jimirlashadi. Yo'lovchilarning qapoqlari ig'irlashdi. Ular uyquliqda harbidan uchib tushmaslik uchun obdanroq joylashib olib, birining keyindan biri uyquga g'arq bo'lishdi va bir kechini harbikashning otlarga tovlashlari,
uxlab qalmaslık üçün aytqan zerikarlik naqşilari və əndişi arlaşqan çala uyqu içində ötküzdü. Harva aş vaxtı bilən rayon mərkəziga kirib gəldi. Töt koçunun ağızdakı dəngdə şəhərə baradığan harva təyyar bolğan idi. Toxtuqari bu harvadan düşüb onunğa caylaşdı. Şəhər yolu onunğa onca zerkişlik toyulmadı. Bərə-bərəgə tutuşub ketken çoğ kiçik yezi bazarlar, texcə kökürüb durğan buğdaylıqlar, üzüm bedişləri astıdaki pakar-pakar dehqan öyləri, koça iğizlərdə toplaşıb durğan ər kişilər, yüzünü yeni bilen tosub qapaq götürüb soğumanğan qız çokallar, cigdilikdə qoy beqib yürgen uşaq balalar. Onunğa əzəldən tonuşdək ıssıq görünədi. Şəhərgə yıqınlaşqanca çoğ kiçik harvalar, atlıq, töygilik, eşəklik ərlər, ayallar, qoy yetiligən, sevət götürgən, öşnisiga xurcun artqan piyadilər, tuz, otun, səvsi piyaz artılğan eşəklər yolğa petişmay qaldı. Toxtuqari bunundan əcəblənib, yenidiki ayaldın. Bular nəyə barıdı? Deb sordu. Ayal xuddi osmandan düşkən adamni körüb atqandək, onunğa beşidin ayığıca əcəblənib qarab, şəhərdə bugün bazarğı barıdı, özləri nədin kəllə? Deb yandırıb sordu. Mən toğraqlıqdan gəldim. Ayal qaqaqla külüb ketib. Viyey, mavi yetim adam sanlıq qılışqa əcəb üstükən, nədin kəllə desəm, toğraqlıqdan deyda. Yigit, mən silidin yurtlarının eti nime deb ataydı, deb soravatdı mən. Toxtuqarining yanında olturğan çarsaqal deyqan onu xijilliqdan qutuldurdu. Sili almağanma, toğraqlıq degen bir yurt bizning Gungşaya qaraydı, lekin arlıqı bək yiroq. O yerning adamları asallıqçı sirqi chiqmaydi. Qarğanda mavi inimizning safarga tunji qitim chiqishi o'xshaydi. Ha, manda deysizlar. Şunu bazarni bilmaydigan emasmi bu yetim? Toxtuqari ayolning gaplariga quloq solmay atrofga qarab o'ltirdi. Lekin shuningdan keyin boshqalardan gap so'rashdan ayminida bo'lib qoldi. Harva şəhər chetidagi bir dangda to'xtaganda charsaqal adam onu başlab berib dangjadan yataq oldi. Ikkilarning o'rni bir yerda edi. O tuz ko'ngil o'zining ishiga pishiq odamda qiladi. O Toxtuqariga pul po'chak, narsa keraklarini qandoq saqlash, shaharliklar bilan qandoq aloqa qilishni o'rgatdi. Ma şə degəndə nima tola? Haram tamaq o'g'ri bilan aldamchi tola. Silining nədin kelganliklarini bilib olsa, bir amal qilib silini aldashning, qaqti soqti qilishning ko'yiga tushidi. Shunga so'rag'anlarga men shalik davasizlar. Yo'lni bilmaslar, qiyraroq ayollardan asta so'rsizlar. Shaharning ko'chalarida osmon qarab, og'zlarini ichib mangmay, hech nimaga nazarlarini salmagandek guz-guz dastab mangsizlar. Kiyim-kechak, chiroylardan ancha chanmaydi ekan. Şəhərin bayvatçılarının qilishmaydi ekanlar bo'lmasa, deb kuldi. Toxtuqari haqiqatan bir obdan odamga uchragan edi. O Toxtuqarini hetgohga boshlab chiqdi. Ikkilan hetgohda namozni o'qib bo'lib, o'rda oldi. Anjan rastisini cho'rgiladi. Atsi yana Qum darvoza, To'shik darvoza, Nobeshi, Yarbaq darvozasigacha boshlab bordi. Hetgohdagi katta bir imoratning ishigidan odam degan mix-mix kirib chiqib turdi ekan. O Shangdan deb ataladi ekan. Toxtuqari ikkala qavatli liq molga to'lgan bu Shangdandan Zaynabga ara pashniliq o'tdik, qizil tivit shal qizi bilan ikkilisiga ko'nglaklik do'mpongli oldi. Zaynabning topshirig'i bo'yicha o'g'illariga ishdan chapalliq ko'krak,
qishliq oyoq, onasiga masi kalaç, dadısıga çapalliq çiperqut aldı. Toğraqlıqda Xiaoliu degan harbiydan boshqa Xanzu ko'rib baxmagan to'xtiqari Shangdanda mal setavatgan oppoq, semiz, 40 yosh pakargina ayol bilan chiroyi qaramtul, yapma qapoq, tishlari teshig'i chiqib turadigan o'ruq yana bir ayolning kulishib, unlik ovozda to'xtamay bir narsalarni deyishayotganiga qarab bir haza turdi. Yana bir kuni tushda To'xtiqari o'zi yolg'iz 2 mo'changa bilet ilib Hetkah klubida teatr ko'rdi. Naqshi usullar onunğa bək yaradi. O'roq qiziqchi odam bilan semiz bir ayol o'rinlagan laparni ko'rib etib, tomoshabinlar bilan birlikda ko'zdan yosh chiqqich kuldi. Puti bilan yerni tepib, tasib chavaq chaldi. O'yin tugab sirtqa chiqqanda tala texi yo'ruq edi. O özünü başqa bir dünyada, artistlar bilan birga yurgandek sezdi. Bu oyunning ta'siridan edi. O bu ta'sirdan oqshimi o'ringa kirib, yotqinicha qutula olmadi. O bu ta'sirdan oqshimi o'ringa kirib yotqicha qutula olmadi. Әтсі Тоқтықары Даңжадың гезітханының нәділікіні сорап біліп алғандан кейін соғатлық қалтыны көтіріп гезітханыға барды. Чоң дәрвазының енедекі көзәтші олтырған өйге кіріп, өзінің İlhamcan ісімлік бір мұхбірні іздейдіғалықыны әйтті. Кесел чырай қырқырап сөзлейдіған дәрвазы бән неміш құдыр өңіп. Çıqam, bu yerді ұндақ әдәм yok. Нәдін кәген болсыңыз, шу ер кеттің. Деп, To'xtiqariga qo'pol tegdi. Uning qayta ig'iz etishig'im yo'l qo'ymay, uni darvozaning sirtiga haydab chiqardi. To'xtiqari ichi ochiq bo'lib, eshik oldida bir pas turib qoldi. İlhamcanning mush yerda ishlaydigani aniq. Agar yutkilib ketgan bo'lsa-mu, u odamning buncha balo qilib ketishining hojati yo'q edi. U nemishqa buncha balo aloqsadi bo'lib ketadigandu? To'xtiqarining ko'ngli qandaqdir bir shumliqni seskandek bo'ldi. Boshqa biror odamdan so'rab baxmoqchi bo'lib, darvozaga talmirdi. Dal shu chaqda darvozadan bir yigit chiqib keldi. U mo'rsiga axborot esib olgan edi. Bo'yturqimi İlhamcanға o'xshab ketdi. To'xtiqari darhol uning oldiga bordi. Men mush yerda muxbirlik qiladigan İlhamcanni izdaydim. Shigit İlhamcanning ismini anglab, sal cho'chigandek bo'ldi. Beshini ko'tarib, atrofga bir qarab etib, To'xtiqarini sal neriga boshlab bordi. İlhamcanni nima ish bilan izdaydingiz? U tuqqaningizmidi? deb so'radi. Yo'q, tuqqanim emas, tonishim. Zörür işim yoxdu, ko'rishib kelay deb jiroqdan alaydi izlab kelgandim. Muxbir yigit atrofga bir qarab etib pichirladi. İlhamcanning beshig'i kun keldi. U hozir bu yerda emas, turmada. Nima? Turmada? Turmaning o'rnini deb beralarsizmi? Nima? Turmada? Turmaning o'rnini deb berarlarmi? Menmi aniq bilmayman. Boshqalar Oqsuning Shayar degan yerda degan taqilgan. Muxbir yigit aldirab ketib qoldi. To'xtiqari yaqin bir tuqqanining beshiga kelgan kulfatdan qayg'urgandek qayg'urdi. Uningdek bir odamning nima gunoh o'tkazishi mumkinligini zodi ko'ngliga sig'dira olmadi. O çataqning ayni chaqda o'zi qora doskaga ko'chirib bergan İlhamcan o'zi yozgan bir ko'plit she'rdan chiqqanligini, bir necha oy ilgari gezitga besilgan, gezitning to'rt betiga liq kelgan bir maqolaning İlhamcanni kishilar ismini tilga ilishdanmi qo'rqadigan xatarlik unsurga aylantirib qo'yganligini asla bilmaydi. To'xtiqari charsaqal odamdan Shayarning qayerligini,
neç günde bargılı boladı qalğını sordu. O bilmeydi eken. Dаңca onunğa şu etrafta olturuşluq, yaqında şayarga berip, oğlunu yoqlap gelgen bir qeyri adamni tonuşturup qoydu. Qeyri adam onun gepini anlap birden turup ketdi. Sili yoqlap barmaqçı bolgan adam silining nimeleri boludu? Dep sordu. Tağamның balası nevrakan boludu? Dedi Toxtiqari. O adam yana sordu. Türmede yetib atqalı birər yıl boldu mu ya? Toxtiqari sel duduqlap qilib, qarsıqla. 6 ayla boldu, dedi. Undaq bolsa barğanları bekar. Gezxanda işləydi deganlari qaraganda siyasi jinoyatchi o'xshaydi. Siyasi jinoyatchilarni dastlabki yillari tuqqanlari bilan ko'rishtirmaydi. Adresini aniq bilsizlar, xat yozib baqsizlar. Toxtiqari bir xalta gulini shu bovayga akilib berib, o'g'illarga avatib berala, dedi. Arqadan o'zining bovay bilan yana bir qitim ko'rishishning mumkin emasligini bilib tursimu, xat yozganda o'g'illardan surishtirib baqqan bo'lsalar, o Ilhamjon muxbirni tonimdekin, dedi. Surishtirib baqaman, tonib qolsimi ajib emas, dedi bovay. Bovay rastınla oğluğa yazgan xetida bu ishni aynan yezib, oğlunun şundaq bir adamni tonaydigan, tonimaydiganligini sordi. Oğul bu xatni Ilhamjon bilan birga o'qidi. Ular bir kamerda edi. O'roqlab, sarg'ayib, to'nuqsiz bo'lib ketgan Ilhamjon xiralashgan ko'zoynakini surtib o'ltirib, po'lat tavlash vaqtida tog'da o'tgan kunlarini, sadda, ko'ngli oq, xatni chiroyli yozdigan, she'rni obdan tushunadigan sahroliq yigitni eslab, ko'ziga yosh oldi. O qing'ir qiyshiq pocherkisi bilan Toxtiqariga qartib: "Enim Toxtiqari, salom sizga. Tinchaman turvatamsiz. Menmo salomat, yomon emas turvataman. Mening izdek so'roqimni qilganingizga rahmat. Xudo nasib qilsa, omon bo'lsak ko'risharmiz. Akangiz Ilhamjondan. 1960-yili 2-oy, Shahriyar." deb ikkilik xat yozdi. Xatni kamerdashi dadisiga yozgan xatning ichiga silib qo'ydi. Bovay xatni ko'tirib, Dаңjani izlab borgan bo'lsa-mu, Dаңja Toxtiqarining qayerlik ekanligini aytib berolmadi. Xat suvga cho'kkan toshdek deraksiz qoldi. On 7-bob. 6 yosh kirib qolgan Rustam ishik oldida non yeb o'ltiradi. Yo'g'on bir qora itilib kelibla uning qo'lidagi nonni ilib qochdi. O padichi Hadi Axunning iti edi. Egisi o'lib ketgandan keyin bog'loqqa ko'nmay zaratlik bilan mahalla o'tirsida cho'rgilab yuradigan bo'lib qolgan edi. Rustam "Nenimni itib ilib qochdi" deb varqirab yig'lashga boshladi. Sal nerda turgan 17-18 yoshlardagi 5-6 bola itni qo'g'lab ketdi. Ular itni bir hoyliga qapsab tutib olganda, u hech nimaga qaramay nonni yutib bo'lgan edi. Balalar uni rosa savitib, toki u ichidishliq g'ingshib, qonlarini eqitib, zaratliq tarafga qochib ketguncha chalma kesak qildi. Yana dardi chiqmay, kelar navbat oshu itning jojisini qandoq berishning maslahatini qilishib o'ltirishdi. Shu kunlarda to'g'roqliqda non jonga baravar bo'lib qolgan edi. Kishilar bir burda non uchun hammani qilishga rozi edi. Kommunaning madak uni aralashtirib yiqiladigan neni bargan sir qis bo'lib ketdi. Ilgari kuniga 2 dan beriladigan non 1 dan, oxir yerimdan beriladigan bo'ldi. Atdiganda ishgan suyuq umash qo'rsaqqa dal bo'lmaydi. 3 zag'ra bir uylik 8 jon odamning bir kunlik oziqi edi. Zeynep nonlarni tangliga selib, egiz elib qo'yib, kim qo'rsqim ochdi desa, bir burda ushtib beradi.
to'yib g'izo yeb baxmag'iniga uzoq bo'lib ketgan bolalar atidan kechgacha nonning qalbisini qilatdi. Mundaq chaqlarda Hilmaxun qo'lidagi nonni qo'yib, gap qilmay chiqib ketadi. Uning nima yeb hayot yurganini hech kim bilmaydi. Kishilar uning eski tamliqda atidan kechgacha o'zi bilan o'zi gaplashib o'tirganini ko'radi. Ba'zida navrasi Rozaxun uning yenida o'ynaydi. O cho'ng dadisining ko'ni tamning saman aralash chalmasini puvlab, yanglari bilan pokiz eritib, tosh bilan gulidek parchalab, og'ziga selib, novat tushungandek shumidiganligini biladi. Cho'ng dadisi chalmayotganda u ko'zlarini yo'g'on ichib, ajablanib qarab ketadi. O'zining qo'rsqi ichib, ko'zlari qorong'ulashib ketsa-mu, cho'ng dadisidek chalma yeyishni xohlamaydi. U cho'ng dadisidan: "Cho'ng dada, sen nimishqa chalma yeysan?" deb so'raydi. "Yigim kelgash yeyman bolam, sening qaring bo'lmasin." Hilmaxun mushu navrisi bilanla saq odamdek paranglashadi. "Chalma degan meynat. Aptap tuturgan tamning chalmasi meynat bo'lmaydi bolam. Emsa men mi yeyman?" "Yo'q, sen yemagin. Uyga kirib non ye." "Nonni onam qo'lim yetmaydigan yerga elib qo'ydi. Elib yey desam ololmayman." Rozaxun cho'ng dadisining oldidan qo'noqchilik bir chalmani elib, qo'rqib turib og'ziga soldi. Chalma uning og'ziga kirib erib ketdi. Saman aralash to'pining o'l bo'lgan chog'dagi o'zgacha hidi uni huzurlantirdi. Xuddi ota-onasi cheklagan ishni o'g'irliqchi qilayotgandek yuragi dubildab tez-tez so'qib ketdi. U ixtiyorsiz ko'zlarini yumdi. Onunğa səpsilib qarab o'ltirgan Hilmaxun tuk basqan eg'izini midiriltib, hayyorlik bilan kuldi. "Qandaqraqkan, tetidimi?" Rozaxun javob berolmay, cho'ng dadisi bilan birga kuldi. U dadisi layatganda yenida o'ltirib, nam to'pining hidini puraytdi. Onuncha bu puroq dunyodagi eng mazzilik puroq edi. U ko'nglida shularni o'yladi, ammo eg'izidan chiqarmadi. Xudo bizni to'pidan yaratgan. Jahonda to'pining hididan mazzilik narsa yo'q, o'g'lim, dedi Hilmaxun uning ko'nglini dikini bilib olgandek. Ba'zi Rustam ularning yanada paydo bo'lib qoladi. Uning ragatkisi bor edi. U etib olgan qushqochlarni putidan bog'lab, uzun chiviqqa o'tkazib ko'tirib yuradi. 10 yoki 15 bo'lganda oksi bilan billa fuqalarni 10 yoki 15 bo'lganda oksi bilan billa tuklarini yungdab, ich bag'rini adolaydi. Odam yo'q, birer joyni tepib, chalma bilan uchoq yasab, qushqochlarni kavob qilib, toza mazza qiladi. Mazzilik qushqoch kavobidan uydagilarni mo bahramon qilishni unutib qolmaydi. Qushqoch go'shi qo'rsoq to'ydira olmasimi, ochliqni bosadi. To'xtiqari qushqoch so'nkini shumib o'ltirib, Rustamni bo'lsa biz o'lib qolmaymiz, deydi. Cho'ng bo'layotgan navrlarning ochliqdan, amalsizlikdan shundoq qilishga majbur bo'layotganligini Hilmaxunga ayon edi. Ichida o'zining amalsizligidan, qo'lidan ish kelmaydiganligidan og'irnatdi. Jahonning ishlarini o'yla yana o'zi bilan o'zi allaqandoq tushuniksiz gaplarni qilishga boshlaydi. U qish, yoz shundoq o'ltiradi. Qish kunlari sovuq shamolda ko'zlaridan oqqan yosh javg'iydi muzlab qoladi.
Burnudan aqqan potla uzun yeptek sozulup sakallarının içine kirip ketip kalatdı. O 50 yıl birli yaşayan Kadinas kotunu can üzgendi mi? Namızı çürülüp yerlike koyulgandı mı? Ornudan midirlemay oldurdu. Beliге ak bağlap algan Roza Ahun onun yeniğe kelip, "Çoğunda da, çoğ anam ölüp kaldı, sen nemişke tuprak beşiği barmaysan?" dep sordu. "Çoğ anam ölmedi, o muşu yerde. Elgiri yalğız olturattım, hazır ikimiz bil olturduğan bulduk." "Yok, çoğ anam bu yerde emez, onu kümüp koydu. Men bu çoğ anamның kabirsiga kolumda topu taşıldım." "Sen bilmeysen, sizler onun tenini kümüp koydunlar. Lekin ruhini kömelmeysizler. O mening yenimda. İşenmisan, qarap baqa." Bovay egmeş barmaqları bilen yenini körsetdi. O yerde hiç kim yok idi. Roza Ahun korkup keynigi dacıdı. "Çoğunda da, Haqlat seni soran bulup kaldı deydiken, men seni soran emes deysem, hiç kim işenmeydiken. Sen rast soran bulup kaldın mı?" "Saran bulup kalsam mı kalgandı men balam. Kim belidi? Şundaq digenler saran, men on mu tehi?" Roza Ahun hatircem bulup çoğ dadısının kuçuğaga çıkıp oldurdu. Nävirsinin kiçikkine yumran teni bovayının qaqşık bulup ketken bedenini ilnitqandak boldu. O közlerden iqivatqan yaşlarını körsetmeslik üçün kuçuğida tipirlap turgan nävirsini bağrıga məhkəm bastı. Xoş, bugün muş yergiçi oquyli, davamını əydi